O'zbekiston poytaxtini kimga ishonib qo'yganman prezident bo'lib? Poytaxtdagi 26 ta mahalla qizil, 465 ta sariq toifada qolgan. Respublikada 208 ta tuman ichida Chilonzor oilaviy zo'ravonlik, talonchilik, bezorilik bo'yicha, Yunusobod bosqinchilik bo'yicha birinchi o'rinda egalladi. Yoki o'tgan yili Yashnobod, Mirobodda qotillik, Olmazorda tan jarohati, Shayxontohurda talonchilik holatlari eng ko'p bo'lgan. Har 100 ming aholiga nisbatan bunday jinoyatlar Bektemir, Chilonzor, Mirobod, Sirg'ali, Yashnobod, Yakkasaroy tumanida juda yuqori. Shu bois yaqinda ushbu tumanlarda ichki ishlar boshliqlari barchasi yangi qo'yildi. Chilonzor Giyasov, Yunusobod Vafoyev, Mirobod Nasriddinov, Yashnobod Meliyev, Olmazor Hasanov, Shayxontohur Jamolov tumanlarining yangi ichki ishlar boshliqlari tashabbus qilib, hududida jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha keskin o'zgarish qilishi zarur. Jinoyatlarni fosh qilish va oldini olish o'rniga Sultonxo'jayev bilan O'rmonov faqat mikroavtobuslarda shahar aylanishni juda o'rganib oldi. Umuman Sultonxo'jayev, O'rmonov 12 ta tuman hokimi, ichki ishlar boshlig'i va prokurorlari mahalla yettiligi va jamoatchilik bilan hamjihat ishlaganda edi. 7,5 mingta jinoyatni oldini olsa bemalol bo'lardi. Ming afsus bu narsalar yo'q. Endi sizlarni nazorat qilayotgan tizim qilaman. Nechta ishga kelasan va nima ish qilyapsan? Nima uchun oylik olyapsan?